Butun dunyoda bugun geosiyosiy, geoiqtisodiy muammolar, ularning yechimlari kutilayotgan bir davrda mana 2025-yil 21-may kuni Budapesht shahrida Turkiy davlatlarining norasmiy sammiti bo'lib o'tdi. Bu sammitda ko'tarilayotgan masalalar yuzasidan davlatimiz rahbari muhtaram prezidentimiz o'zlarini nutqlar bilan qatnashdi. Bu nutqda asosiy e'tibor berilayotgan yo'nalish ana shunday geosiyosiy, geoiqtisodiy masalalarning yechimini topish zarurati bo'lgan bir davrda Turkiy davlatlarini o'zaro hamkorligi, bularni olib borayotgan tashqi ichki siyosatlarni, hamkorlik masalalarini yanada kuchaytirish masalasi dolzarbligini uqtirib o'tdi. Endi aytib o'tish kerak, mana shu o'zaro hamkorlikni yo'lga qo'yish uchun Kaspiy trans yo'nalishini demak kuchaytirish. Bu yo'nalish orqali yashil koridorlarni tashkil qilish, ya'ni bojxona talablarini yengillashtirish shu davlatlar o'rtasida va tashqi savdo aylanmasini buni hisobiga nima qilish? Rivojlantirish. Chunki mana 2025-yilda agar aytilayotgan bo'lsa, tashqi savdo aylanmasini 500 millionga yetkazish. Bu mamlakatlar uchun juda ham nima foydasi bor. Chunki biz bilamiz, eksport import jarayonlari biz o'zaro tashqi savdo aylanmasi balansini tahlil qilganimizda bu narsa ko'rinadi. Endi ikkinchi bir masala mana bu davlatlar o'rtasida o'zaro madaniy tadbirlarni o'tkazish, demak ta'limni rivojlantirish. Mana eng katta bir ahamiyat berilgan tomoni bu narsa oldindan rejalashtirilgan, ya'ni Budapesht shahrida demak quroqchilikning oldini olish institutini tashkil qilish. Buni oqibatida mana juda ko'p rivojlantiriladigan sohalar o'zaro hamkorlikda nima qilinadi? Rivojlantiriladi. Chunki bugungi kunda mana ekologik muammolarga to'xtalganda prezidentimiz alohida aytdi, mintaqalararo iqlim o'zgarishi nafaqat bu aytaylik bizni o'rab turgan atrof muhit, balkim o'sha qurg'oqchilikni oldini olishga qaratilgan, ekologik muvozanatni saqlashga qaratilgan bir qator hujjatlar imzolanishi nima qildi? Nazarda tutilgan. Yana bir ana shunday yo'nalish Samarqand shahrida o'tkazilgan iqlim o'zgarishlarini muammolari ko'rilganda aynan mana shu masalaga to'xtamga kelingan. Demak, buni prezidentimiz baralla qo'llab-quvvatlanishi mumkinligini, ya'ni qo'llab-quvvatlanishi shartligini uqtirib o'tdilar. O'sha sammit bahonasida shu yerda Alisher Navoiy nomidagi davlat mukofotini alohida ta'kidlab o'tdi va Turkiya olimi Nobel mukofotini sovrindori demak Aziz Sanjarga mana shu narsa bu yil berilayotganligini alohida o'zlarini fikrlarini, iliq fikrlarini aytib o'tdi. Bu davlatlarning rahbarlari o'rtasida e'lon qilingan, ya'ni Turkiy davlatlarining taraqqiyotiga hissa qo'shganligi munosabati bilan berilyapti. Sloveniya Respublikasida yana tashrif davom ettirilib, bu yerda mana biznes forumda demak Sloveniya rahbari bilan birga qatnashishlari, bir vaqtning o'zida 100 dan ortiq biznes forum ishtirokchilari, ya'ni yirik kompaniyalarning ishtirokida iqtisodiy demak hamkorlikni yo'lga qo'yish uchun juda ko'p hujjatlar nima qilindi? Imzolandi. Endi bu yerda ko'zga ko'ringan mana shunday kompaniyalarni hamkorlikda demak biznes forumda shartnomalarda kontraktatsiyalar imzolanishi ertaga mamlakatni strategik yo'nalishdagi hamkorligini nima qiladi? Kuchaytiradi. Masalan, mana poyabzal, charm poyabzal ishlab chiqarish, aytaylik savdo yo'nalishlarini boshqa turlari, ya'ni yengil sanoat, tekstil sanoatini rivojlantirish yoki mana mis mahsulotlarini yetkazib berish bo'yicha o'zaro hamkorliklarni nima qilindi? Katta hujjatlar imzolandi. Yuqorida aytib o'tdik, bu sa'y-harakatlar mana Turkiy davlatlarida hamkorligida biznes yo'lida, madaniyat yo'lida, ta'lim yo'nalishida olib borayotgan ishlarimiz mamlakatimizni ijtimoiy, iqtisodiy, strategik rejalarni amalga oshirishga nima qiladi? Xizmat qiladi. Chunki biz uzoqdagi qarindoshdan yaqindagi qo'shni yaxshi. Turkiy davlatlar, mana Qirg'izistonda olasizmi, Tojikistonmi, Qozog'istonmi, Turkiya davlatimi, prezidentlar endi strategik o'zini to'g'ri yo'lini tanlab oldi.
hamkorlik qilinsa, nafaqat bu siyosiy nuqtai nazardan, iqtisodiy, ijtimoiy yo'nalishlardagi hamkorlik dasturlari, mana prezidentimiz aytyaptilar, yo'l xaritalari haqida gapirildi. Ya'ni qo'yilgan vazifa, masalan, yashil koridorlarni qilish kerakmi? Demak, yo'l xaritalari nima qilindi? Taklifi berildi. Yoki bo'lmasa o'sha mana Turksoy madaniyat forumini o'tkazish. Bu hammasi davlatlar o'rtasidagi o'zaro hamkorlik va ijtimoiy iqtisodiy rivojlantirishga qaratilgan tadbirlarni, vazifalarni amalga oshirishga xizmat qiladi.